Oddiygina hech kim o'ylamaydi shu narsani. Uncha e'tibor bermaysiz, lekin buni orqasida qanaqangi katta xursandchiliklar qarang sodir bo'lyapti azizlar. Ajr qora sedana, ajr family, hammasi bir maqsadda azizlar. Sadaqa joriya bu. Bizlardan yaxshilik qolsin. Yaxshilik yetib borsin odamlarga. Qolaversa, ajr nomi bilan ajr. Mana ko'ryapsiz. Har bittasini ichayotganingizda, sotib olayotganingizda, uydagilarga tavsiya qilib ichirayotganingizda bilingki, buni orqasida ko'p xursandchiliklar sodir bo'ladi. Siz ulug' ishga hissa qo'shyapsiz va o'zingizni hissangizni hech ham kam sanamang. Chunki uni siz ixlos bilan buyuk niyatda qilyapsiz. Qarang, o'zimizning opa-singillarimiz, o'zimizni zaifalarimiz chet ellarda musofirchilikda qiynalib yurgan joylarda qanday xursandchilik sodir bo'ldi. Bu ham erkaklik, ham fuqarolik vazifamiz emasmi? Nafaqat chet elda, balki o'zimizning yurtimizda ham haqiqiy ma'noda yordamga ilhaq bo'lib, intizor bo'lib yig'lab yotganlar qancha. Shularga darmon bo'laylik, shularni koriga yaraylik. Bizlardan qoladigani shu, aziz vatandoshim. Xarid qiling. Uydagilarga, oila a'zolaringizga, ota-onalaringizga ichiring. O'zingiz ham har kuni ichishni odat qiling. Bu o'zimizniki. O'zimiznikilarni qo'llab-quvvatlang azizlar.